Xo'sh, bosh miya operatsiyasi qanaqa bajariladi? Birinchi o'rinda biz bemorni boshini maxsus Mayfield degan qisqichda fiksatsiya qilamiz. Bu bizga nimaga kerak? Bemorni boshi operatsiya paytida 1 millimetrga ham siljimasligi uchun. Keyin operatsion polya tozalanadi, ya'ni soch olinadi, dezinfeksiya qilinadi va maxsus plyonka bilan yopiladi. Keyin birinchi o'rinda teri kesiladi. Teri kesilgandan keyin maxsus qisqichlar bilan qon ketishini oldini olish uchun ishlatsa bo'ladi. Keyinchalik teri va muskuldan tashkil topgan qatlam ochiladi va qurib qolmasligi uchun kompresslar bilan yopib qo'yiladi. Bosh suyagini biza maxsus avtomatik tarzda ishlaydigan bug'urlash va arra yordamida ochamiz. Bu bug'urlash mashinasini afzallik tarafi shundaki, agar pastda hech qanaqa qarama-qarshilik bo'lmasa, o'zini o'zi avtomatik tarzda to'xtaydi. Suyakni tagida esa dura mata lotin tilida, ya'ni bosh miyaning qattiq pardasi joylashgan bo'ladi va uni ochganimizdan keyin biz bosh miyani o'zini ko'ramiz. Operatsiya tugagandan keyin esa har bitta qatlam yopiladi, tikiladi, bosh suyagi esa maxsus kichkina mikroplastinkalar va mikroshuruplardan foydalangan holda yana boshga fiksatsiya qilinadi. Mayfield olinadi va shu bilan operatsiya tugaydi.